Assalomu alaykum Dillar 300 kanali obunachilar, hurmatli podpischilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Hammangiz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa 2026-yilda olib video ishlamadik, aksiya qo'ymadik. 2026-yil birinchi videomizni bir xayrli, bir yurtdoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladi degan video atib ishlayapmiz. Xudo xolasa yana bir yangi loyihaga qo'l urganmiz. Havolamiz bor Instagram kanallarimizda, bozor içindeki dükkanımızda, bu dükkanlarımızda hamma Instagram kanallarımızda cuma aksiyasi qo'yib boryapmiz. 2025-yil mobaynida muntazam qo'yib keldik. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz unumli foydalandilar. Endi shu narsani YouTube kanalimiz orqali yo'lga qo'yacakmiz. Albatta bu hammasi sizlar uchun qiziq bo'lsa bo'ladi. Xudo xolasa 2026-yilning birinchi videosundan shu narsani boshlayapmiz. Hammasi sizlar bilan maslahat etilgan holatda, xalqimiz, yurtdoshlarimizning shu talab istaklaridan kelib chiqqan holatda aksiyalarni ishlab beramiz. Aksiyamiz qanday bo'ladi? Faqat mahsulotning turini aytamiz, belgilangan miqdorini aytamiz, beriladigan günini aytamiz. Fakat şu günü amal etadi. Boshqa günlarda masalan cuma aksiyasida qo'ygan aksiyamiz cuma günü amal etadi. 6 gün ya bozor günü bo'ladigan bo'lsa, mesela yine şu 2 milyon so'mlik kurlerini 1 milyon so'mga qo'ydik deb hisoblaylik. Fakat bir gün dedik mi bir gün. Ertesi günü bahası 2 milyon so'm bo'lib turaveradi. Bunga hech qanday e'tiroz bo'lmasa kerak menimcha. Olacak adam, foydalanacak adam şu günü keladi, ispitat xarid etib olib qoladi. Foydali xaridni o'zi bilan amalashib ketadi. Shartlar oddiy, fakat bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Endi bugungi kunda hozir ko'cha sovuq, o'zlarimizga mana qalin kurtkalarda yuribmiz. Hammadan qor, qirov shunday narsalar bo'lyapti. Konditsionerlardan bir qarish muz bo'lib turibdi. Hammaga nov kerak, uyni qizdirish uchun quyosh pechi kerak bo'ladi. Do'konchi bo'lsin, xoh uyini ishlatadigan bo'lsin, hammaga birdek kerak bo'lib turgan o'zlarimizdan hozir konditsioner ishlab turibdi, lekin konditsioner o'zini qizdirib, do'konimizni qizdiraman deyicha kamida 5 soat vaqt kerak bo'ldi. Chunki ko'cha sovuq, konditsioner muzlaydi, muzini aritadi, issiq berincha vaqt ketib turibdi. Uydan ko'pchiliklarning kuxnilari sirtda joylashgan bo'ladi. Kuxniga kirib gazni yoqib qizdiraman deyicha yana 5 soat vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun shu pechkadan hamma uyini olib borib qo'ysa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Shunday to'qadi qatdan 2 minut, 3 minut kutadi, uyda qizgan bo'ladi. Quyosh pechkida aytilgan mashhur pechkamiz Brando firmasidan ishlab chiqariladi. Ya'ni firmenli original mahsulot. Qo'lbola mahsulot emas. Zavodskoy, zavod tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot. Buning har xil turlari bo'ladi. Kattasi bo'ladi, kichkinasi, o'rtanchasi bo'ladi. Bu qo'yganimiz eng kattasi deb aytiladi. Hozir sizlarga aytamiz. Kichkinada ishlab chiqibmiz. Yonona kelsa rasmiy issiq bo'ladi, issiq güçlü bo'ladi. Narxi 200 ming so'mlik pechki, 200 ming so'mga sotilib turgan quyosh pechkimiz sizlarga faqat cuma aksiyasida bir gün 100 ming so'mga qo'yib beramiz. Deng yarim narxida 100 ming so'mga qo'yib beramiz. 100 ming so'mdan sonlarini sirtda qo'yibmiz. 30 dona bo'ladi quyosh pechkimiz. Ertaga soat cuma günü saat 10 dan başlab turib 2 sanga bo'laveradi. Endi do'konimizdan 9:30-9da ochib yuribmiz. Qishki sezon bo'lgani uchun 10 da kelasizlar, soat 10 dan boshlab ketaverasizlar. 30 dona bor. Kimga kerak bo'lsa kelaveradi. Hammaga bir-birdan beramiz. Xudo xolasa 30 odamga yetirib beramiz. Dillar 300 Pro do'konimizda bo'lib o'tadi. Manzilimizni bilasizlar, Ulug'bek Favrodagi do'konimiz. Bozorni 4 kun buyon bozorni kun chiqish tarafida. Yurtdoshlar qaranglar, tushunarli bo'ldi. 200 ming so'mdan sotilgan quyosh pechkini firmenlisi originali, ya'ni prostoy emas, yaxshisi 200 ming so'mniki 100 ming so'mdan qo'yib beramiz. Deng yarim narxida. Ya'ni 100 ming so'm foyda etasiz bo'ladi. Bu aksiyamiz ertaga juma kuni bo'lib o'tadi, 9-yanvar. 9-yanvar kuni sanasida bo'lib o'tadi. Xudo xolasa her cuma aksiyasında bu başka aksiyalarımızdan alohida bo'ladi. Hozirgi do'konimizda hamma narsamizda, texnikalarimizda skidkalar aksiyalar ketib turibdi. Bemalol kelaverasizlar, lekin hozir ularni ko'rsatmaymiz. Chunki hozir quyosh pechki cuma aksiyasi haqida so'zlash. Cuma aksiyamizning videosi отдельно ishlanadi. Boshqa skidkalarimiz, aksiyalarimizning videosi отдельно ishlanadi. Boshqa aksiyalarimizni bilasizlar, avvalgi videolarimizda ko'rib borgansizlar. Cuma aksiyasi bu safar yangilik bo'ladi. 200 ming so'mlik pechki 100 ming so'mdan 30 danasini qo'yib berdik. Endi sizlar bilan bamaslahat deganimiz, maslahatlashib ishimiz deganimiz keyingi videomizda nov qo'yib berdik. Sizlarga nov muhim bo'ladigan bo'lsa, bizga shu narsani qo'yib berasiz. Foydasidan geçip, endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz hozirgi kundan
uyi sovuq bo'lsa ham amallab chidab o'tiribdilar, lekin shuni sovuqda o'tirmasalar degan maqsadda bu narsani ishladik o'zlarimizdan. Endi keyingi videomizda xohlasanglar avtomat kir mashinalari, xohlasanglar pol avtomati, xohlasangiz konditsioneri, hammasi oddiy skidga qo'ydik. Mega skidga bo'ladi. Yarim narxidagi skidga bo'ladi. Bu degani ko'pchilik yerlarda topilmaydi. Kutganingizda, so'raganingizni arziydi aksiya bo'ladi degani. Sizlarning fikrlaringizni kutamiz. Kommentariyada yozasizlar. Kim konditsionerni ko'p yozgan bo'lsa, konditsioner bo'ladi. Pilisosni ko'p yozilgan bo'lsa, pilisos bo'ladi. Kir mashin yozilgan bo'lsa, kir mashin, televizor yozilgan bo'lsa, televizor bo'ladi. Novuni ko'proq kommentariyada yozsanglar, keyingi jumamizda shu mahsulotimizni skidkiga qo'yib beramiz. Xudo xolasa juma aksiyamiz shartlarini bilib oldinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin biz Diller 300'da hamma aytgan narsamiz amal oshgan. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz natijasida amal oshiramiz bu narsani. Keyingi videolarimizdan zo'r foydali mahsulotlarni qo'yib boramiz. Shuning uchun kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna degan yerni bosib qo'ysangiz, kanalimizga obuna bo'lsangiz, yangiliklardan xabardor bo'lib turaverasizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yetkazgan vaqtingizda rozi bo'ling.